Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Akalar, ukalar. Bugun haftaning payshanba kuni hammaga kun xayrli bo'lsin. Qaranglar, juda ham chiroyli bo'lgan, chotga chiqqan xonadonimizni videosini qo'yapmiz. O'tirib mazza qilib bemalol tomosha qilishlari mumkin. Akalar, biz anchadan beri video qo'ymayotgandik. Sababi ishlar boshlangan, sezonlar boshlangan, ishlar avjida. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Farg'ona viloyat Oltiariq tumaniga kelganmiz. Ushbu xonadonda biz ustakalarimiz mana nima ishlarni qilib bergan? Bu yerda sokol ishlari, burchatka ishlar hamda zinalarni qilib bergan. Bugun ishlarimiz tugatish jarayonida. Hurmatli kuzatuvchilar, qisqacha bo'lsa-da sizlarga hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Sokol, zina, burchatka xizmatlari bo'yicha vodiy bo'ylab ustakalarning mana chempionlari shu yerda. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yamiz qo'l mehnatiga. Qaranglar, idealni chiqqan hammasi. Angola Black granitidan, Xitoy granitdan sokolga o'rnatib berganmiz. Hamda 5 sm lik plyonka qilingan. Zinalarga esa kafel qilingan. Kafel ham o'ta chiroyli chiqqan. Xullas, burchatkaga sokol mos tushgan, sokolga zina mos tushgan. Endi navbat travertinga qolgan. Patologlar ham juda chiroyli bo'lgan. Ko'rib baho berib qo'yishlar mumkin. Biz esa qisqacha bo'lsa-da ustakamizdan hozir ozgina savol-javob qilib intervyu qilamiz. Kimgadir shunaqa professional xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirroq telefon qilib bemalol aloqaga chiqib yozdirib qo'yishlar mumkin. Chunki ustakalarimizni sezonlari boshlandi уже. Endi bundan buyog'iga kamida 10 kun, 15 kun oldin telefon qilib zakaz olib qo'yish kerak. Bo'lmasam, ochib ko'payib ketadi. Ustaka, assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Aka, ozgina endi ma'lumot olamiz, siz vaqtingizni olamiz. YouTube kanaliga joylayapmiz. Mana shuni ishlab olsangiz, mana shu yerga qistirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ha, o'sha ham qistirib qo'ying. Bo'ldi. Aka, bu xonadonda xudo xolasa sokol ishlari, burchatka ishlari tugatilyapti, zina ishlari, ha? Xudo xolasa. Xo'p, burchatka mahsulotimiz bunisi 15 ga 30 high-tech usulda, ha? Yangi O'zbekistonda o'zimizda mramorniy kroshkaga quyilyapti. Kubikchalari granitdan bo'lgan. Xo'p, sokolga Angola Black qilinyapti ekan. Sokoldan boshlasak, qisqacha turib ma'lumot, narx-navolarni tanishtirib o'tsak YouTube kanalimizga. Bo'y 60. Aha. Bo'y 60 sm bo'lgan, ikkita karnisda chiqarilgan. Karnis chiqarilgan, chaqlanmagan. Chaqlanmagan karnislar. Aha. Qopqog'i chaqlangan. Ustiga qo'yilgan. Aha. Xo'p, buni endi 1 metrini metrga qilinadi. Aha, metrga. Metrga necha puldan bo'lyapti, xudo xolasa? Obyektlar bo'yi 60. Bo'y baland joylari ham bor. Tomonda bu 80 metrlik joyi ham bor. Aha. 80 joyi ham bor, 60 joyi ham bor. 70 joyi ham bor. 130 ming qilyapti metrga. 130 ming so'mdan. 1 metrga. 1 metrga. Ha, endi bu o'zlarini kesib, mana nimasini yoki bo'lmasam sexda kesib kelinadimi bu? Yo'q, buni o'zimiz kesib chiqaramiz, faqat kvadratga pul olinadi. Ha, kesib qo'yish xizmatiga. Ha, u 130 ming so'm o'rnatib berib, ustanovka qilib polni yopib berishga. Metr, 1 metrga bizga 130 ming beradi. Bular alohida chaqlanganiga alohida. Tushunarli. Bu pochkada keladi chunki 60 ga 60 razmerda. Kesib qilinadi hammasi. Granitning narxi 168 ming so'mdan berilgan, hurmatli kuzatuvchilar. Angola Black Xitoy granit. Yonlari chaqlanaveradi. Xuddi shuni Savmestniy O'zbekistonniki ham bor. Narxi 130 ming so'm 1 kvadrat metr. Uni ham razmeri 60 ga 60. Undan ham xuddi shunaqa holatda chiqarsa bo'laveradi, fason. Faqat O'zbekiston bo'ladi. O'zbekistonniki bo'ladi, to'g'ri. Burchatka ham juda go'zal chiqdi, aka. Ha, xudo xolasa endi videoga aytsam, ko'p chiqim bo'lmasin dedi. Yer sachib qo'ysa bo'lardi, gul qo'ysa bo'lardi, qo'ymadi endi. Ahmetlarga xohishiga qarab qilib beriladi. To'g'ri. Ahmetlarga to'g'ri.
Xo'p, aka, buni burchetgani 1 kvadrat metrini xuddi mana shu holatda terib berishlaring necha pul bo'lyapti hozir? Biz 1 kvadratini 55 ming so'mdan terib bergan. 55 ming so'mdan. Aha. Bu palasalari отдельно bo'ladi, shunda bardiyor palasalar отдельно bo'ladi. Bardiyor, palasa yashachilar donasiga olinadi. Dona be. 8 ming so'mdan olinadi. Aha. Biz shuni olyapmiz endi. 50 sent, 60 sent atrofida bo'ladi, bardiyor palasalar. Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Xo'p, aka, buni misol uchun zasipkasi 15 sm dan yuqori bo'lsa, zasipkasiga alohida bo'ladimi yoki ichidami? Bir kamaz zasipka qilsak, ichida qolamiz. Kamazda bo'lsa, ichida bo'ladi. Bundan ko'payib ketsa, endi uy egasi bilan kelishilgan holda ozgina pul qo'shib beradi. Nima deydi? Ishga qarabda. Agar katta ob'yomda zasipka ketadigan bo'lsa, dogovor qilinadi boshqa. Ha. Kelishuvga qarab bo'laveradi ekanda. Qarang usta aka, bu tombalarimiz ham juda chiroyli chiqibdi. Buni tombani donabi qilinadimi yoki bu ham metrigami? Buni donabi ham metrga ham qilinadi. Narxi bir chiqaveradi. Ha, ikkalasiga ham narxi bir chiqaveradi. Buni metri bilan misol uchun 130 ming bilan solishtirsangiz bir xil chiqaveradi. Metriga ham elanaverar ekanda. Qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar, idealni chiqqan. Haqiqatan chiroyli chiqqan. Bitta like bosib qo'yasizlar. Tozalayapmiz, xudo xolasa bitishadi, bitib qolsa gapirib ketadi. Xudo xolasa. Xursand. Ertaga marosim bor ekan, shuning uchun bugun juda ham ustakalarimizni vaqtlari zitroq, shuning uchun qisqacha bo'lsa-da ma'lumot oldik, hurmatli kuzatuvchilar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab ishlaymiz deyishyapti, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Granitdan tortib burchetga, bardiyor hammasi mana shu ustakalar bilan bitaveradi, xudo xolasa ishlaring. Qo'ng'iroq qilasizlar, o'zlari uylariga boradi, o'lchab hisob kitobini qiladi, dogovorda qilinadi. Xudo xolasa cho'tka qilib bitkazishib beradi. Qaranglar, hammasi idealni chiqqan.